Qadrli do'stlar, juda ham ko'pchilik mendan bir ishonchli bir bizneslardan bo'lsa ayting deyishadi. Hozir shunaqa bitta zo'r biznesni aytaman. Birni berib 10, 100 dollar deb bitta biznes bor. U ham bo'lsa mana bunaqa mana masjidlarning qurilishiga bir ehson qilish kerak, qadrdonlar. Mana shunaqa joylarga ehson qilsangiz, keyin ishingiz yana ham yurib ketaveradi. Hozir biz Asaka Qadim qishlog'idagi Imom Abu Yusuf jome masjididamiz. Bu masjidda qurilish ishlari ketyapti. Ko'rib turgan holatinglar mana yarmiga yetib kelgan. Bu tomondan hozircha amallab o'qish turibdi ekan namozlarni. Agarda hammasini buzib yuborib turib, noldan qurishni boshlagan paytda namoz o'qigan joy qolmasdi. O'shuning uchun mana holatni ko'ryapsizlar. Mana o'rtadagi g'ishlari ketadi. Hozir bu tikalab qo'yilganda bu tomonni ham buzib turib, bu yerdan ko'targanda shu ikkalasi bir-biriga ulanib ketadi. Bitta umumiy katta masjid holatiga yetib keladi. Bizni ko'rib turganlar ichida saxovatpesh insonlar bo'lsa, Ramazon oyi tugashiga ham ozgina kunlar qoldi do'stlar. Himmatingizni ayamen bilaman, himmatingiz cheksiz. Ehsonni joyiga qilish kerak. Mana joyi bo'lib turibdi. Mana sizlarga ko'rsatyapmiz. Realniy bo'lgan joy, o'zlarini nomerlarini ham qoldiraman, kart raqamlarini qoldiraman. Imkon darajasida masjid qurilishi uchun ehson qilsanglar yaxshi bo'ladi. Charchamanglar, salomat bo'linglar.